rostini ayturing aka, nima bo'lgan o'rtalarda? Nasib bo'lsa men unga uylanmoqchiman agar. Yashirmay aytsiz barin sir bo'lib o'rtada qolardim. Men u haqda hamma narsani bilay imkon qadar. Rostini aytsam men senga nima deyishga hayronman. Nimayam derdim baxtli bu omad senga bratishka. Ishon sen gaplash uka, chunki men ham bir gumonman. Rosti hayronman hozir u haqda nima deyishga. Balki u o'zgargandir hozir boshqacha qarashi. 1,5 yildan beri ko'rganim yo'q uni daji. Balki o'ylab ko'rarsan yana bir bor boshidan. Axir bu umr savdosi ukam, unaqa shoshilma. U yomon qiz emas u, ozgina ko'ngli bo'shlik qilib balki xiyonatlar qo'yadi. To'g'ri tushunish kerak, axir u ham hali yoshda. Lekin o'sha yosh deganing bizdan ko'p narsa biladi. Tushunmadim bratan, nima demoqchisiz xos? Ukam xafa bo'lmasan so'rading, javob berdim. Uylanmoqchimisan unga, omadingni bersin boss. Uka hayot saniki, endi men nima ham derdim. Men uni sevaman bro, o'zingiz tushunsangiz kerak. Kechirimli bo'lish kerak, axir chunki biz erkak. Mayli ukasan so'rading, men prosta berdim javob. Lekin u qizni labidan hech qachon o'pmagan, xo'p?